Dilshod aka, mazax qilyapsiz. Nima bu tinov modeli? Bitta zo'r. Kam, bunaqa tinovlar faqat bizda bo'ladi. Chinor mahsulotlarida bo'ladi, kam. Bitta zo'rini ko'raylik, yo'qmasa. Nimasini ko'rsatyapman? To'qilishiga e'tibor bergan uni baquvvatligini ko'ryapsan. Mana zishligini qarang, ha. Yana buraman. Katta, uni ko'rganda arqonni bo'laydi. Bu baquvvat bo'lmasa kerak, ko'tarmasa kerak. Mana, ya sho'miysanmi? Mana sen kerak bo'lsa. Javob kerak senga. Mana. Nima kerak? Mana ham testlayapman, mana. Shu baquvvat chiqqan, 150 kilodan ko'p ko'taradi kerak bo'lsa. Uzilmaydi. Turishi nozik. Nozik anaqalarda ko'rinib turadi. Juda noziklar oladi buni faqat. Oq suvda deysiz. Shunaqa oladi. Hamma yoqqa to'p keladi. Kitlar uziladi, lekin stoyka yo'q, uzi yumshoq mana. Baquvvat ham yumshoq o'tirganingda. Bu ham shunaqa mana. Mana ham uzilmagan mana, yaxshi qattiq. Qo'yan, bunaqalar baquvvat chiqaramiz. Shunaqa. Klientning kачествосiga qaraymiz, o'zi. Bunaqasi faqat chinorda bo'ladi. Chinorda masala narsalar bo'ladi faqat. O'g'illar ham konkurentiga chiqarib qo'ysin, shuni o'g'illab qo'ysa ham yasasinchi. Ko'ramiz buni. O'xshatadimi yo'qmi? Degan namoz bersa, qo'yib qolaman.